rus tilini qanday o'rgansam bo'ladi? Agarda siz rus tilini noldan o'rganmoqchi bo'lsangiz, unda sizga ajoyib imkoniyat. 15 oktyabr sanasida bizni rus tili noldan deb nomlangan kursimiz boshlanadi va ushbu kursga bugundan boshlab qabul jarayoni ochiq. Kursning davomiyligi 2 oy. Darslar 2 oy davomida har kuni yakshanbadan tashqari kun davomida Telegramda yopiq kanalda bo'lib o'tadi. Undan tashqari haftasiga 3 marotaba 1 soatdan ustoz bilan jonli muloqot ham bo'lib o'tadi. Agarda siz darslarga o'z vaqtida va mas'uliyat bilan yondashsangiz, siz 2 oy ichida A1 darajasiga, ya'ni suhbatlashish darajasiga chiqasiz. Kursning umumiy 2 oylik to'lovi 4900 rubl. Agarda siz ushbu kursimda o'qimoqchi bo'lsangiz, hoziroq ushbu raqamni Telegramiga 15 sonini yozib yuboring. Shoshiling, joylar soni cheklangan.